Transfer oynasi hali rasman ochilmagan bo'lsa-da, voqealar hozirdanoq keskin tus olmoqda. Ayniqsa Real Madrid va Manchester United atrofida. Manchester Uniteddan boshlaydigan bo'lsak, Sir Alex Ferguson ketgandan beri klub uzoq yillar davomida inqirozini boshdan kechirdi. Ammo Michael Carrick boshqaruvida vaziyat nihoyat ijobiy tomonga o'zgara boshladi. Jamoa mavsumni 3-o'rinda yakunlab, Chempionlar Ligasiga yo'llanma oldi va endi klub Carrickni doimiy bosh murabbiy etib tayinlash orqali uning loyihasiga to'liq ishonch bildirishga tayyor. Shuningdek, mankuanliklar Rafael Leaoni o'z safiga qo'shib olish uchun faol harakat qilmoqda. Bu kelishuv narxi taxminan 60 million yevroga tushishi mumkin va transferni amalga oshirish uchun United hatto Marcus Rashford, Manuel Ugarte yoki Joshua Zirkze kabi futbolchilarni ayirboshlash imkoniyatini ham ko'rib chiqmoqda. Endi Real Madridga kelsak, tarqalgan xabarlarga ko'ra, Jose Mourinho klubga qaytib, jamoaning yangi bosh murabbiy etib tayinlanishi mumkin ekan. Rostini aytsam, bu juda ulkan burilish bo'lishi mumkin. Chunki super yulduzlar va katta yulduzlik kasalligi bor o'yinchilarni qanday boshqarishni biladigan mukammal murabbiy bo'lsa, bu aynan Mourinho. Bundan tashqari Florentino Perez Real Madridning himoya chizig'ini ham tubdan qayta qurishni rejalashtirmoqda. Ushbu mavsumda kuzatilgan himoyadagi qator muammolardan so'ng Madrid yozgi transferlar vaqtida kamida 4 ta yangi himoyachini sotib olishni maqsad qilgan. Aytgancha, yaqinda bo'lib o'tadigan o'yinlarni qotishlarsiz tomosha qilishni xohlasangiz, BV Sport Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.